Assalamu alaykum, hörmətli qərindaşlar. Həmmimizə məlum bolğanındək, vətən içində Xitay təcavüzçü hakimiyyəti 70 ildən bu yıl özünün dövlət aparatlarını işğal silib, ata-bobullarımız dəfn qılınğan əziz torpaqlarımızda qərindaşlarımızı xalığanca dəfsəndə qılıb, bizni bir millət sübutida yoxutuşunun irqi qırğınçılıq planını vəhşilərcə icra qılıb gəlməkdə. Vətən sırtida bolsa, hər qaysı dövlətlərinin Xitayğa mayil siyasi yönlərindən yoki özümüzün içindəki bir qism dövlətçilik ini aciz, iradəsi boş, pul və hüququ amraq, həsədxor, atanmış davaçılardan faydalanıb, chet eldeki neçə milyon Uyğur qarindaşlarımız arasıga üzlüksüz ziddiyet silish, üzlüksüz fitne fasad tarqitish, qo'rqoq silib vahima paydo qilish orqali qarindoshlarımızın bir bayroq ostiga yig'ilib Xitoy tajovuzchilariga qarshi bir qudratli kuchga aylanishiga to'sqinlik qilib kelmoqda. Bunun en tipik, en yeni misali Türkiye'de turuşluk Sid Tarançı efendiminin yakında bir aşxanaga özünün ailesi ve yakınlarını çağırıp özün özü Şerq Türkistan sürgündü hükümetinin prezidenti dep ilan kılışı ve kılçı yüklenmesinden özünü birdemlik bolsumu heyvetlik göstüş ve cıqıraq iyane ve pul yığıbiliş için 15'e yakın davaga samimiy qarindoshlarımızın ismini ularning ruxsatisiz da xalagancha ishlatib, xalagan vazifalarga tayinladi deb xalqni aldigan va qarindoshlarımızın nomiga ig'ir darajada dog' tekkizgan. Men Seyit Taranchi efendimning bu buzg'unchilik harakatini anglab nihoyatda afsuslandim. Lekin cho'nglarning ziyonning naridan yansa payda degan gapi bo'yicha darhol ular bilan aloqalashib, ularni bu yomon niyatidan yondirib, ziyonni azaytishga tirishdim. Lekin ular mening chaqirig'imga bir og'izmi javob bermay jim turib oldi. Shu vajidan bugun bu ochiq xatni e'lon qilishga majbur bo'ldim. Şərq Türkistan sürgündü hökumət asasi qanunida prezident saylimi hər 4 yılda bir qitim 12-13 noyabr günləri elib berilidi deb aniq belgiləngandan sırt, xuddi Türkiye Cumhur Reisi saylimiga o'xshash, agar birinchi qitimliq saylamda hech bir kandidat 50%dan yuqori ovozga erisholmasa, u holda eng yuqori ovozga erishgan ikki kandidat tanlab olinib, ikkinchi qitimliq saylamga qatnashtiriladi deb bekitilgan. Hammaga ma'lum, birinchi qitimliq saylamimizda hech bir kandidat 50%dan yuqori ovozga erisholmadi. Shu sababdan ikkinchi qitimliq saylam bir kundan keyin ilib berildi. Ikkinchi qitimliq saylamda Seyit Taranchi efendim 44% ovozga, Nurgul Saud xonim 56% ovozga erishib, Nurgul Saud xonim prezident bo'lib saylandi ve saylam komisyonu ve parlamentdeki qarindoshlarımızın oldida qasam berib vazifasini topshirib oldi. Saylam oxirlashgan bu 2 aydan beri prezident Nurgul Saud xonimning yetakchiligida har jihatdagi xizmatlar nihoyat yaxshi elib berilgandan sirt, oxirgi 2 hukumatni birlashtirish ishlarimi nihoyat jiddiy tutib ishlandi. Navbatda bizni nihoyat xush qiladigan bir qism ziyolilarimiz ve yaşlarımızın bu hükümetlerini birleştiriş hizmetleriyle aktif katlaşıp bir kısım əmeli mühim işlerini elib berivatqanlığı. Seyit Taranchi efendim gerçekki parlament azası buluş ve saylamdan burunqi 2 qitimliq münazara jarayonida qayta Allah ve milletinin namı bilen qasam qilib mag'lub bo'lsammi, milliy birlikni qat'iy qo'g'dayman, qo'limdan kelishicha millat uchun ishlayman deb bergan qasamini bu buzg'unchilik harakati bilan butunlay yo'qqa chiqardi ve özünün abdi beşersini aşkarladı. Seyit Taranchi efendim öz qasamini buzub lavzida turmayla kalmasdan en yamini u yer bu yerde xalığanca Allah'ın namida Kur'an tutup qasam berishni boshqalarni aldashning usuliga aylantirib oldi.
İşinimenki Seyit Tarançı Efendim'nin bu buzg'unchilik hareketi vatandagi 35 milyon qon yig'lab yurayotgan mazlum xalqimizning manfaatiga, rizqiga, haqqiga og'ir ziyon solganlikdir. Biz mustaqilligimizni asliga keltirishni bir kun bo'lsinmi baldur amalga oshiramiz deydiganmiz. Biz oldi bilan kuchli davlatlar e'tirof qiladigan shaklda, ya'ni demokratik usulda bir bayroq ostiga uyushishimiz, bir cho'ng kuchga aylanishimiz kerak. Unda qilmay har birimiz o'z oldimizga oila saylami o'tkazib, to'rt tal odamni kaynimizga silib olib, o'zimizni ish qilayotgan qilib ko'rsatishga urinsak, bu holda faqat va faqat Xitoyning bizni millat sifatida yo'qotishga vaqt va fursat yaratib bergan bo'lamiz xolos. Men oxirida Seyit Taranchi apandimdan tuvandagi uch narsani talab qilaman. Birinchisi, menga oid barliq uchurlarni o'zining buzg'unchilik ruhiy materiallari ichidan elib o'tishni, o'chirib o'tishni talab qilaman. Ikkinchisi, men va boshqa qarindoshlarimizning nomini setib, yiqqan iyona pullarni egillariga yondirishni talab qilaman. Uchinchisi, men va boshqa qarindoshlarimizning nomini bulg'ab, obro'yimizga ig'ir daxl taruz qilganlik uchun keng Uyg'ur xalqi oldida oshkora kechirim so'rashini va buzg'unchilik harakatini darhol to'xtatadiganligi haqida va'da berishini talab qilaman. Agar Seyit Taranchi apandim bu talablarni darhol ijro qilmasa, Turkiya Hükümeti İçki İşler Ministerligiga Seyit Taranç Efendim ve Doktor Abdurrahimcan Efendim turuşluq rayondaki hükümetke, mescid imamlarına, jut çoğunlarına birleşme imzalı xat yollab, ulardan bizning bu talabimizning o'rinlashishi uchun yordam qilishga e, chaqiramiz ve talab qilamiz. Qarindoshlarga rahmat.